وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Sadaqallahul azim. Hashr surasining 7-oyati. Parvardigorimiz ushbu oyati karimada marhamat qilib aytayaptiki, payg'ambaringiz keltirgan nimaiki sizlar uchun keltirgan bo'lsalar hammasini oling. Rasulingiz sollallohu alayhi va sallam sizlarni nimalarga buyurgan bo'lsalar, nimalarni sizlarga sunnat qilgan bo'lsalar, hadislarida, fe'llarida sizlarga nimalarni tavsiya etgan bo'lsalar, o'sha narsalarga ergashing, unga amal qiling. Va ma nahakum, rasulingiz, payg'ambaringiz sizni nimadan qaytargan bo'lsalar, ey ummatim, mana shu ishni qilmang, mana shuni yemang, mana bu ishni amalga oshirmang degan bo'lsalar, o'sha narsalardan qayting, o'zingizni tiying. Payg'ambaringiz man qilgan narsalardan uzoq bo'ling. Allohdan qo'rqing. Chunki Parvardigoringizning jazosi qattiq deb ogohlantiryapti. Vattaqulloha innalloha shadidul iqob. Alloh taolo ogohlantiradi, fursat beradi. Payg'ambar Muhammad alayhi salatu vassalamni ham ogohlantiruvchi etib yuborgan. Bilamiz nimani yaxshiligi, nimani yomonligini. Eshitganmiz, o'qiganmiz. Lekin beparvolik qilib o'sha qaytarilgan gunohlarda davomiy bo'ladigan bo'lsak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam man etgan ishlarni bamayli xotirjamlik bilan qilaveradigan bo'lsak, ana unda keyin Parvardigorimizning azobi qattiq bo'lar ekan. Alloh asrasin.